Всем привет, man qadrli любимчиlarimman va nihoyat unashtirildim. Endi to'yim bo'ladi. Shu sababdan sizlar bilan zakaz qilgan diademalarimni raspakovka chek qilamiz. Qani ketdik. Hammasini bir chekidan stol ustiga qo'yib chiqdim va bittalab ochib sizlarga ko'rsatib beraman dedim. Hali bu hammasi emas, hali yana ko'p diademalar olaman, chunki rosti ham yaxshi ko'raman. Endi bo'lsa hozir yonimda bor kiyimlar bilan buni ko'rsatib beraman. Qaranglar, qanaqa chiroyli yarashar ekan. Kiyimga ahamiyat bermaysizlar, g'ijim bo'lib yotibdi, chunki sondiqning ichida edi, ya'ni chimodanimning ichida qoluvdi bu kiyimlarim. Qaranglar, qanaqa asalcha turadi. Bitta kiyimga har xil rangligini tushirsa bo'ladi. Rosa o'zimga yoqdi boru. Shunaqa xursand bo'lib ketyapman. Men bu qiziliga qaranglar, qanaqa chiroyli turgan. Eng yoqqani menimcha shu bo'ldi shekilli. Qaranglar, asalligini. Aytgancha kommentariyada yozib ketinglar. Diademalar yaxshimi yoki do'ppi, ro'mol olgan yaxshimi? Men ko'proq diadema deb o'ylayman, chunki udobni bo'ladi. Har xil ko'ylachalarga har xil qilib kiysa bo'ladi. Men Toshkentda bo'lishimga qaramasdan Farg'onada turib, o'sha fotihani qilib qo'yishibdi. Ya'ni bizda oq kiydi deyiladi, oq kiydi qilib qo'yishibdi. Yashili ham tushdi. Shu ko'ylachaga qaranglar, biram asalcha turdiki. Bir tomondan xursandman, bir tomondan bilmadim, hayajonlanyapman. Nima bo'lib? Mayli, hech qisi yo'q. Nima bo'lsa peshonadan ko'ramizda. Tillaqoshni ichcha kattalik qildi, lekin rezinkasini tortsa yaxshi bo'lib qoladi shekilli. Mana buni qaranglar, qanaqa asalcha turar ekan. Pushti ko'ylaklar bilan zo'r tursa kerak. Va nihoyat meni ham to'yim bo'lyapti desam ishonmanglar, hali to'yim bo'lgani yo'q. To'yim bo'lsa обязательно aytaman. Bu hazilida diademalar reklamaga kelganda ustimdagi kiyimlar esa obraz uchun edi, xolos.